bizni, ya'ni butun dunyoni hozirgi isroilliklar aldab kelmoqda. Haqiqatan bu gap sizga g'ayrioddiy tuyulishi mumkin, lekin bugun buni dalillar bilan isbotlab beraman. Xo'p, qadimgi ibroniylar kim o'zi aslida, bilasizmi buni? Hozirgi kunda isroilliklar biz qadimgi ibroniylar avlodimiz va Bibliyada zikr qilingan xalqimiz Quddus bizni ajdodlarimizniki deb da'vo qilmoqda. Xo'p, aslida qadimgi ibroniylar kim? Keling bu haqida to'xtalamiz. Qadimgi ibroniylar bu Ibrohim alayhissalomning avlodi hisoblanadi. Ya'ni ibroniy degani Ibrohim avlodi degani. Miloddan avvalgi 2000 va 1500-yillarda hozirgi Falastin hududida yashagan xalq. Ya'ni qadimgi ibroniylar bu Semit xalqiga mansub. Arablar ham mana shu Semit xalqiga mansub hisoblanadi. Va xo'p, endi sizga savol. Isroilliklar hozirda biz Ibrohim alayhissalomning avlodimiz deb da'vo qilmoqda. Ammo dalilchi? Dalil bormi bunga? Ha, buni bilsa bo'ladi, DNK tekshiruv qilamiz va ma'lum bo'ladi isroilliklar qadimgi ibroniylar avlodimi yoki yo'qmi deyishinglar mumkin, lekin isroilliklar buni xohlamaydi. Va o'z navbatda isroillar shu kungacha DNK tekshiruvi o'tkazishmagan va Isroil davlati bundan doim yiroq turgan. Sababi agar DNK tekshiruvi o'tkaziladigan bo'lsa, Isroil qadimgi ibroniy urug'idan emasligi ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, qadimgi ibroniylarimiz deb da'vo qilishdan nima maqsad Isroilga desanglar, masala bitta. Ya'ni hozirgi Falastin hududlari qadimgi ibroniylar u hududga yashagan va bizni do'dalarimizniki va bizni haqqimiz hozirgi Falastin hududlari demoqda isroilliklar. Agar ular qadimgi ibroniylar urug'idan emasligi ma'lum bo'lib qoladigan bo'lsa, ularning butun da'volari bir pul bo'lib qoladi. Ularning hech qanday mashinchalik bo'lsa ham haqlari qolmaydi hozirgi Falastin va Isroil hududida. Aslida hozirgi isroilliklar Semit urug'iga mansub emas, balki hozirgi Falastinlar asl semitlar, ya'ni asl arablar. Va Isroil esa Semitni faqatgina o'ziga qalqon sifatida foydalanmoqda. Misol uchun, siz Isroilni tanqid qiladigan bo'lsangiz, antisemit hisoblanasiz. Yoki bo'lmasa, Isroilni ma'lum bir ishlarini fosh qiladigan bo'lsangiz, yana antisemitsiz. Ya'ni Semit xalqiga, qadimgi ibroniylarga nafrati bo'lgan insonga aylanib qolasiz Isroil davlati uchun. Ya'ni Isroil davlati bu Semitni o'ziga qalqon sifatida foydalanmoqda, lekin o'zi aslida Semit bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, endi haqli savol berishingiz mumkin. Xo'p, Isroil agar Semit bo'lmasa, qadimgi ibroniy urug'iga mansub bo'lmasa, qaysi urug'iga mansub, qaysi millatga mansub deyishga haqlisiz. Ba'zi tadqiqotchilarning fikri bo'yicha isroilliklar yevropalik ashkenaziylar urug'idan deyishadi. Va ba'zi tadqiqotchilarning fikri esa bundan ham qiziq. Ularning fikri bo'yicha isroilliklar ashkenaziylar va hazarlarni aralashuvidan kelib chiqqan deyishadi. Hazarlarni bilasizmi kim ekanligini? Hazarlar bular turkiy urug' hisoblanadi. Bizni hududdan Yevropa tomoni harakatlangan, u davrda harakatlangan va Ozarbayjon hududlarida hattoki islom qo'shini bilan to'qnash kelishgan. Ya'ni ummaviylar bilan to'qnash kelishgan hazarlar, lekin ular yahudiylik dinini qabul qilgan edi. Ya'ni turkiy urug'larning ichida bittagina urug' yahudiylikni qabul qilgan, u ham bo'lsa hazarlar edi. Hazarlar. Bu hazarlar albatta Qipchoq Qarluq urug'iga o'xshash, O'g'iz urug'iga o'xshagan urug' hazarlar ham turkiy urug'iga mansub va turkiy xalqlarga mansub. Va hazarlar vaqti kelganda Yevropada katta bir davlat qurishgan, Hazar xoqonligi nomli. Va Yevropaning eng katta kuchiga aylanishgan o'z davrida va lekin ular yahudiylik dinini qabul qilishganda va ba'zi tadqiqotchilarning fikri bo'yicha aynan o'sha hazarlar bilan birga yevropalik ashkenaziylarning aralashuvi natijasida, Yevropadagi yahudiylar kelib chiqqan deyshadi. Ya'ni u davrdagi Yevropadagi yahudiylarni aynan ajdodlari aynan hazarlar va ashkenaziylarga tegishli edi va Gitlerning qatliamlarida va undan keyin Isroilga bu yahudiylar keyin ko'chib kelishgan deyshadi. Albatta buni qat'iy bir dalil bilan ayta olmaymiz toki butun isroilliklarni DNK tekshiruvi qilguniga qadar. Chunki bu hali hanuz noma'lum bo'lib turibdi. Lekin shunisi aniqki, Isroil uchun bu DNK tekshiruvi juda ham xatarli. Chunki Isroilning butun sir asrorlarini fosh qilib qo'yishi mumkin. Xullas kalom, bu videoda butun boshli isroilliklarni sir asrorlarini fosh qilamiz. Hayron qolishingiz aniq. Shu sababli bu videoni oxirigacha tomosha qiling, afsuslanmaysiz.
1947-yilda Amerika razvedkasi tashkil topdi. Ya'ni CIA, Amerika razvedkasi. Ro'ppa-rosa 1 yil o'tgach esa Isroil davlati qurildi. Bu tasodif bo'lishi mumkinmi, nima deb o'ylaysizlar? 1 yil o'tgach Isroil davlati qurilmoqda. Tasodif emasligini hozir isbotlab beraman. Jon Kennedy Amerika prezidenti bo'ldi. Amerika prezidenti bo'lgandan keyin Amerika razvedkasini jilovlashga harakat qildi. Ya'ni CIA jilovlashga harakat qildi va Isroilga qarshi turishni boshladi. Va Isroil yadro bomba, ya'ni yadroviy faoliyat harakatida yuribdi deya Isroil ustidan nazoratni kuchaytirdi va hattoki xalqaro sudga berib yubordi Isroilni. Jon Kennedy. Va bundan tashqari Jon Kennedy o'zini ukasi bilan birgalikda Amerika Sionistlar kengashidan ularning faoliyatlariga oid rasmiy hujjatlar talab qilishni boshladi. Ya'ni tushunib turibsiz, yahudiylarni, sionistlarni har taraflama siquvga olishni boshladi. Jon Kennedy o'ylayotgan ediki, men adolatsizlikka, zulmga qarshi tura olaman, kerak bo'lsa Isroilga ham qarshi tura olaman va ularni nazorat qila olaman deb o'ylayotgan edi. Lekin afsuski 1963-yilda barchaga o'rnak bo'lish uchun Jon Kennedy jonli efirda turgan holatda uni otib o'ldirishdi. Mashinasida ayoli bilan birga sayr qilayotgan paytida uni otib o'ldirishdi. Barchaga o'rnak sifatida qilishdi. Jon Kennedyning ukasi ham undan ro'ppa-rosa 5 yil o'tgach uyida o'ldirib ketildi. Bu juda ham og'ir musibat edi. Jon Kennedydan keyin kelganlar albatta Isroilga, sionistlarga xohlagan narsasini berishdi va shu orqali omon qolishdi. Va yana shu yillarda 1964-yillarda Malcolm X G'azoga tashrif buyurdi. U qochoq falastinliklar bilan ko'rishdi va Isroilga nisbatan o'zini tanqidlarini yog'dirdi. Hattoki bir kitob yozdi sionistlarga qarshi, ya'ni sionistlarni tanqid qilib kitob yozdi va kitobida bir nuqta juda ham muhim edi. U quyidagicha aytgan edi. Agar siz mana shunday e'tiborsiz bo'lsangiz, media sizga zulm ko'rganlarga nafrat uyg'otadi. Zulm qiluvchilarga esa muhabbat, sevgi olib keladi degandi Malcolm X o'zining kitobida. Haqiqatan ham bu gaplari juda ham ta'sirli edi va Malcolm X butunlay Isroilga qarshi bo'lib qoldi va natijada ro'ppa-rosa 1 yil o'tgach 1965-yilda u o'ldirib ketildi. 39 yoshida edi Malcolm X. U ham adolatni hayqirgandi. Zulmga qarshi turmoqchi edi, lekin uni ham yakuni o'lim bilan tugadi. Va Isroilga yana qarshi turgan, falastinliklarning oldini olgan yana bir shaxsiyatlardan biri bu hammamiz taniydigan Michael Jackson hisoblanadi. Michael Jackson Yig'lama Falastin ashulasini yozdi. Ya'ni I will pray for you, I will die for you deb boshlangandi bu musiqa. Ya'ni ey Falastin, sen uchun ibodat qilaman, kerak bo'lsa sen uchun o'laman deb boshlangan edi bu musiqa va bu musiqani dunyo ko'tara olmadi. Har yerdan taqiqlab tashlashdi bu ashulani. Hattoki yozilingan studiyada ham bu musiqa o'chirib tashlandi. Va eng qiziq nuqta shundaki, ro'ppa-rosa bu musiqa yozilingandan 2 oy o'tgach bir yahudiy qiz chiqdi-da, Michael Jackson meni zo'rladi deb chiqdi. Ya'ni unga nisbatan tuhmat toshlari otildi. Va buni o'z navbatda Michael Jacksonning singlisi ham tasdiqladi bu ishni, bu zo'ravonlikni. Lekin bironta dalil topilmaganligi uchun suddan omon chiqdi Michael Jackson. Va keyinchalik uning singlisi tan oldiki, men akamga nisbatan, akam Michaelga nisbatan tuhmat toshlarini otdim, sababi yahudiy erim bunga majburlagandi deb chiqdi. Bunday noroziliklar va bunday qarshiliklarga nisbatan Michael Jackson yana bir ashula yozdi. Bu safar mo'ljal aynan yahudiylar edi. Ya'ni meni yahudiy kabi aldamang so'zi bilan bu musiqa boshlangan edi. Va har yerda kuylashni boshladi bu musiqani. Har doimdek juda ham ko'plab yahudiylar bunga qarshi chiqdi. Michael Jacksonga qarshi juda ham qarshilik ko'rsatdi va buni taqiqlashni talab qilishdi, lekin Michael Jackson balki buni har yerda kuylashni boshladi. Uni ovozini o'chirishga harakat qilishdi, lekin u yanada balandroq kuylashni boshladi. Bu jarayonlar natijasida
Sony'ni boshlig'i hisoblangan Tommy Mottola bilan to'qnash kelib qoldi. Ya'ni Michael Jackson, chunki Sony'ni 50% aksiyasi Michael Jacksonda edi va rahbar unga qarshi turib qoldi, chunki u albatta yahudiylarga qarshi chiqmoqda edi. Va natijada o'rtada kelishmovchilik kelib chiqdi va Michael Jackson hisobot berdiki, Tommy Mottola bu juda ham irqchi inson dedi. Irqchi yahudiy inson, undan juda ham qo'rqaman dedi. Va shu jarayonlar natijasida Michael Jackson ustidan juda ham ko'plab tergov ishlari amalga oshirdi. 10 yil tergov qilindi Michael Jackson, lekin barchasidan omon chiqdi. Barchasidan omon chiqdi, chunki bironta aybi yo'q edi Michael Jacksonni. Albatta yahudiylarga qarshi turishdan boshqa, ya'ni zulmga qarshi turishdan boshqa aybi yo'q edi. Va lekin davlatning bosimi, medianing hujumlari va konsertsiz hayot haqiqatan ham Michael Jacksonning moliyaviy holatini juda ham og'ir ahvolga keltirib qo'ygan edi. Va Michael Jackson qaror qildiki, pul topish maqsadida qaytish konsertini e'lon qildi. Bu global miqyosidagi albatta konsert edi va 1 millionga yaqin biletlar soatlar ichida sotildi. Bu dahshatli edi, bu rekord edi. Va eng qizig'i esa konsertga bir necha kun qolganda Michael Jackson hayotdan ko'z yumdi. Va eng muhim nuqta shundaki, aynan o'limidan bir necha kun avval o'z yaqinlariga qarata aytayotgan ediki, Michael Jackson, meni kimdir kuzatmoqda va men juda ham qo'rqmoqdaman deb aytgan edi. Va Michael Jackson o'limidan keyin esa Sony kompaniyasi uni aksiyalarini sotib oldi va uni nashr qilmagan materiallarni butun dunyoga tarqatib, orqasidan milliardlab foyda ko'rdi Michael Jacksonning ortidan. Xullas kalom, Michael Jacksonning hikoyasi ham xuddi shunday edi. U ham albatta zulmga qarshi turdi, shaytonga bosh egmadi. Lekin uning ham oqibati o'lim bilan yakun topdi. Aslida mana shu davrlarda dunyo muvozanati butunlay izdan chiqqandi. Ya'ni ma'lum insonlar qo'liga o'tgandi dunyo muvozanati. Va bularning barchasini boshlang'ichi albatta Titanic halokatidan boshlangan. Qanday qilib deysizmi? Hozir tushuntirib beraman. Titanic shunchaki baxtsiz hodisa emasdi. Uni ortida juda ham maxfiy sirlar bor edi. 1912-yilda Gruziyada maxfiy uchrashuv bo'lib o'tdi va bu uchrashuvda Paul Warburg, Nelson Aldrich, ya'ni Rockefeller ittifoqchisi va Morgan vakillari va Rothschild bilan bog'liq bankirlar yig'ilishdi. Ularning fikri bo'yicha ular Amerika moliyasini nazorat qilishmoqchi edi. Ya'ni tushunib turibsiz, ularning ichida Rockefeller va Rothschildning bankirlari mavjud. Va ular Amerika moliyasini nazorat qilish uchun yagona ish albatta xususiy markaziy bank, ya'ni Federal Rezervni tashkil qilishlari kerak edi. Lekin bu xususiy markaziy bankni tashkil qilishga qarshi turuvchi Amerika bankirlari bor edi. Ular kim edi desanglar, ular John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim va Isidor Straus kabilar edi. Bular juda ham katta moliyachilar edi va ular Federal Rezervga, ya'ni xususiy markaziy bankka qarshi turuvchi insonlar edi. Va 1912-yilda esa Titanic yo'lga tushdi va Titanicning ichida hozirgi zikr qilgan insonlarning barchasi bor edi. Ya'ni barcha moliyachilar, ko'plab bankirlar bu Titanicga chiqishgan edi. Va Titanic esa baxtsiz hodisa tufayli halokatga uchradi. Va ularning ichida, o'lgan insonlarning ichida ana shu katta moliyachilar, ya'ni Isidor Straus va John Jacob kabilar katta moliyachilar bor edi va ular barchasi Titanic bilan birga halok bo'lishdi. Lekin mustasno, lekin eng qiziq nuqta shundaki, Titanicga Federal Rezervni qo'llab-quvvatlovchi, ya'ni Rockefeller va Rothschildlarni qo'llab-quvvatlovchi bankirlar tasodifan chiqishmagan edi. Albatta ularni bu kemaga chiqmaganliklarini tasodif deb o'ylaysiz. Yo'q, albatta, balki bundan maqsad butun dunyo moliyasini ular nazorat qilmoqchi edilar. Ha, bu halokatdan qizig'i 1 yil o'tgach esa ana o'sha Federal Rezerv tashkil topdi. Ya'ni unga qarshi turuvchilarni yo'q qilishdi va Federal Rezerv tashkil topdi, birinchi xususiy markaziy bank. Va 1 yil o'tgach esa Birinchi jahon urushi boshlandi va AQSh tarixida birinchi marotaba xususiy markaziy bank
bu urushni, global urushni, jahon urushini moliyalashtirdi. Hukumatlar urush paytida juda ham moliyaviy qiyin ahvolga tushib qolishdi. Hattoki qarz olishga muhtoj bo'lishdi. Juda ham ko'plab hukumatlar. Va qarzni kim berdi? Albatta Federal Rezerv. Milliardlab dollar hukumatlarga qarz berishni boshladi. Va albatta uning ortidan foiz orqali juda ham katta foydalar ko'rishdi. Albatta foizga qarz beradi, tekinga qarz bermaydi-ku. Va bu foizlar orqali milliardlab foyda ko'rishdi. Ya'ni qanchalik ko'p urush bo'lsa, ya'ni qanchalik cheksiz urush bo'ladigan bo'lsa, shunchalik cheksiz foyda olishdi Federal Rezerv bu orqali. Ya'ni ma'lum insonlarning qo'lida katta bir pul to'plandi. Ya'ni dunyo muvozanati ana shu birinchi jahon urushida sekin-asta o'zgarmoqda edi. Bundan tashqari esa Federal Rezerv hukumatlarni nazorat qilishga o'tdi. Sababi ularga qarz berganida albatta qarz olgan insonni doim tili qisiq bo'ladi. Xuddi shunday hukumatlarni ham. Va istalgan ishini hukumatlarga qildira oldi Federal Rezerv. Haqiqatan ham dunyo muvozanati ko'chgan edi. Shu sababli ham islom riboni taqiqlagan. Ya'ni kuch bir tarafda bo'lib qoladi, qolganlar esa shunchaki azoblanadi. Bu yerda ham azoblandi. Albatta bechora xalq azoblandi. Chunki hukumatlar milliardlab qarz olishgan, albatta bu qarzni to'lash kerak, foizlar bilan to'lash kerak. Kim to'laydi? Hukumat to'lamaydi albatta. Albatta xalq to'laydi, bechora xalq to'laydi. Qandaymi? Soliqlar bilan to'laydi yoki bo'lmasa joni bilan to'laydi. Bular maktablarda o'rgatilmaydi. Sababi agar siz buni bilib qoladigan bo'lsangiz, dunyoni o'zgartirishga yoki bu tizimni o'zgartirishga harakat qilib qolishingiz mumkin. Shu sababli ham ular kerak bo'lsa maktablarni ham moliyalashtirishdiki, bu narsalarni o'rgatishmasin deya. Albatta bizni Farabiy maktabimiz bundan mustasno, buni aytib qo'ying. Biz bolalarni dunyo qarashiga juda ham qattiq e'tibor beramiz. Instagram sahifalarimizdan ham buni bilib olsangiz bo'ladi. Xullas kalom, Titanic albatta bu baxtsiz hodisa emas edi. Balki buni ortida juda ham katta sirlar bor edi. Siz o'ylashingiz mumkin, bu Federal Rezervga, ya'ni dunyoni nazorat qiluvchilarga qarshi turuvchi, ya'ni bularni Federal Rezervni sindirmoqchi bo'lganlar chiqmadimi deya. Albatta chiqdi. Bitta misol yuqorida aytganimdek, Jon Kennedy ularga qarshi turdi. Hattoki kumushga asoslangan dollar joriy qilaman dedi Jon Kennedy. Lekin oxiri nima bo'ldi? O'zingiz bilganingiz kabi o'ldirildi. Bitta Jon Kennedymi? Yo'q, albatta o'z navbatida Kaddafi ham xuddi shunday bo'ldi. Kaddafi ham bularga qarshi turgan holatda, hattoki dollarni sindirish maqsadida oltin indeksli Afrika valyutasini joriy qilmoqchi edi. Buni bilasiz. Oldingi videoda Kaddafi haqida olingan oldingi videoda aytgandim. U ham oxiri nima bilan yakun topdi? Oxiri u ham o'ldirildi. Xullas kalom, bu kuchlarga qarshi kim qarshi turgan bo'lsa, barchasini yakuni ayanchli bo'ldi. Buni unutmaslik kerak. Xullas kalom, Titanic bu yakun emas edi, balki boshlang'ich edi. Va dunyo Titanicdan keyin, Titanic cho'kishidan keyin butunlay boshqa ko'rinishga kelib qoldi.